Ham aldagi hadisimiz qala alayhissalatu vassalam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u va du'ain la yusma'u. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deb aytadilar bo'lgan. Ya Alloh, men senga foydasiz ilmdan, ko'tarilmay turgan amaldan ham javobsiz duodan siyanaman. Birinchisi foydasiz ilm. Senga foyda keltirmay turgan ilm. Narsa u? Nima ilm foyda keltirmay? Masalan, ko'p kishi bugun bir yerda kerazli telefonlarda turli saytlarga kirib, turli yangilik kanallarına kirib, shundan har turli ma'lumot o'qiylar. Nindir yangiliklar o'qiylar. Ham albatta bu yangilikning ko'bisi foyda keltirmay. Masalan, nindir ilmning podshosi turunda. Ya endi nindir futbolistning umri turunda. Ya endi nindir jirshi artistning necha taqir ilangani turunda. Bular bizga foyda keltirmay. Bugungi kunda kishining yorti umri o'ta foydasiz ilm o'rganib, nindir yangiliklar o'qib, bu ilm oxiratda da foyda keltirmay, ya'ni dinida da foyda keltirmay, ham turmushida da foyda keltirmay. Endi agar bir narsa o'qisan ekan, o'qi, senga dinda foyda keladi. Payg'ambarimizning hadislari, Qur'on, payg'ambarimizning yo'lin, turmush yo'lin. Agar endi diniy ilm o'rgana olmasang, dunyoviy ilm o'rgan. Dunyoviy ilmdan foyda ol. Chunki u sening dunyongda foyda keltirishi. Ham ikkinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilgan bo'lgan qabul bo'lmay turgan amallardan, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohga siynagan bo'lgan qabul bo'lmay turgan amallardan. Nindi u qabul bo'lmay turgan amallar? Ya'ni ko'tarilmay turgan amallar. Sening amallaring Allohga ko'tarilmay, Alloh amallaringni qabul qilmay. Buning sababi ko'p. Eng birinchi sabab nindi? Alloh kishining amallarini qabul qilsin uchun bu amallar ikki shartga to'g'ri kelirga tegish. Nindi ular? Birinchisi ixlos dedik, ikkinchisi mutabaa. Ya'ni qachon sen amallaringni ishlaysan, bordek Alloh rizoligi uchun, ham qachon sening amallaringni ishlaysan, nechigina payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ishlagan. Ham endi payg'ambarimiz Allohga qabul bo'lmay turgan amallardan siyanagan. Ham uchinchisi javobsiz duo. Uchinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohga javobsiz duodan siyanagan bo'lgan.